Çayxanada cem bulduk bugün, yıllardan hem yeşil son tügün. Çalkıgan dıllarga çay sunup, iltimasdın kaynaydı çügün. Çayxanada hoşallık vardı, tinişmasdın birge gülaylı. Terbiyelerden zoklanıp yana, mülkülerden huzur. Gitti, kaynap gitti, kaynap gitti. Sümüştün tovakça, püşktün balakça, hemmeylen vay anam, vay anam, vay anam da tovlap gitti. Mana. Kaynap gitti, kaynap gitti. Sana verdik çayla. Vay anam, vay anam, vay anam da kaynap gitti. Şunday oldu mu? Koysla. Mana koydu. Mami valla vay anam da fısap gitti bana. Asla. Kını merhamet. Çaylarımızın, çayxanamızın Şunu etek gibi koyayım ha. Çayxanamızın çaylarına ay tatlık. Çayxanamızga kelganlar kunab qoladi, kuyab qoladi. Qayta, kep qoladi. Qani mehmonlar. Navotdin ağaç, qan kizakildin ağaç emsi marhamat qilili. Hatinmay o'zalni uydek erkin azadicim emsi. Ha, unda çaylardan eliş kaçmağı, özü ikiz, çaşları kikiz, sözleri ötkür bikiz. Rahmet. Salam qadrdonlar, salam hürmetimizni qilib salam hammamizning qalbidan cho'nqir o'rnagan ustozlar, akalar, hadilar. Mana bugünkidek ahmadlik minutlarda çayxonamizga muborak qadamlar bilan yetib kelgan barcha ustozlarga, qadrdonlarimizga, Yigitbeshi Abduxabirdan yana bir qaytib o'tliq salom, didor, g'animat. Mana bu çayxonamizda ajoyib chiroyli so'zlarimizni, ajoyib chiroyli izgu tilaklarimizga asra bo'lib, çayxonamizning choylarini quyib oldik. Bugun biz Okyan televiziyasi bilan ko'znak abditali birlikda ro'yab chiqargan, hammamizning ko'rishga arziydigan cho'ng tipliq televiziya programmasi Voy Anam programmasining maslahatchini mana bu çayxonamizga keldik. Voy Anam. Voy anam deydi-ku. Voy anam dedi. Çaycıbigem. Voy anamga berip man qayrısla. Lavlimi can usul degende oyna. Şadımani onu eytip, men voy anam bulap tazaşı. Voy anamdı çolpan bulap ma çayxanni. Voy anamdaki çolpanxınımdan çayxas qıftay ba. Hey Çokan. Seni uyak ver vay anam bop ketken bulmaydı. Vaydadan bulmuş nedik vay anam o? Niyetim kilişken jigitli varken vaydadan mı bulap qala? Kilişken jigitliğin uyudu kiskilip vay anamını çıkırıp etmişsin. Ma çayını koysun merkezde. Merkezde. Vay anamları yok. Bunda bir vaydadan mı vardı bir yerde? O öyle bir şey yapmasın ma çayını. Ziyan çıkıyor. Öyle ziyan çıkıyor ha. Vay anam. Ana shu ayollarimizga hurmat bera oladigan, ayollarimizga sharaf sahnasi, muvaffaqiyat sahnasi bera oladigan cho'ng tiplik televiziya programmasi Voy Anam programmasini bugun haqiqiy shu çayxonamizning sahnasida bilamiz. Undaqda Voy Anam programmasi qanday programma? Bugungi çayxonamizning sohibxoni bo'lgan Okyan televiziyasining qurg'uvchisi Muhammad Said apaning o'zining salomlari orqali mushaqtiki ayollarni o'tirib qo'yib bergan bo'lsa. Endi maqsadga kelsak, biz endi ashta cho'ng yerda hammanglarni bu qizil gilamlarni mang'uzib, uningdan keyin bir-birlab tunishtirib, toza qalqis sadolar ichida taklif qilgan mehmonlarim hamishada o'zi bunda ishni o'zi yechib kirib qoldi. Buning uchun bir apu so'rayman, suyimli mehmonlarimni. Bir kechiritinglar, bu sizlarni ko'pchilikni mishaga yig'ib kelishdagi maqsad hamda biz Şinjandagi tunji maxsus ayollarninki qatnashadigan, ayollarninki o'ziniki ish siqilishlarini, orzularini, hayotlik tilaklarini ifodalaydigan bir ilmiy aktivlarni so'rinlar bo'lmaganligi uchun ananiki biz mishaga shu yurtimizdagi shu kasb sohasidagi eng o'zimiz hurmatlagan, jamiyat e'tirof qilgan ananiki o'zini mukammallashtirgan ustozlar va korxonchilarni eklish orqali Muşu bizningki bu programmani ro'yobga chiqardik. Endi bu programmaninki ro'yobga chiqishdagi asosiy bir ideya nima desa, mushu programma bizning Shinxojungda Suantian Kula ochiq azob xushallikdan hamma narsalarni mujassamlashtirgan, ham san'atlik, ham orzuliq,
bir programını başlap çıktık. Hem de bu programımızdan alaylığı bolsa talantlı ba ayollarınki bunu da erler katnaştı olmaydı. Bütün bu ayollarınla sorunu. Ama katnaşkan erler şu ayollarını yetekleyeleydiğen 3 tane erini tanlap koydum hem de. Hem de nemiş degende hem de er ayol nenni dapi gumzo bili boğarlık için. Bu şundak icat kıldık. Hem de bu programın karakteri arzusu ba üzününki konudaki gipini diyemmevatkan, üzününki iktidarını bir neks orunda namayan kılanmavatkan nurgun küçük bir yıl adli aile ayalları yaki iktidarlık ama dünyanın bir kolda dünyanın tevresi bir kolda büyüşkü tevresi ayallarımızınki üzününki güzel arzusu ve kollektivizmlik tilekleri ve şahsi üzüytemege arzularını emelge aşırış. Bunun ki anılarınki sapasını östürüş, bununki anılarınki kandak anı bulduğanlıkını, ananınki hazırkı zaman anılarınki devirgi kandak baslaşış, kiyin kandak anı buluş, bunun ki üzününki arzusu yoldaki, üzününki yürek sözlerini ifadeleyen bir programını keşif kıldık. Hem de bu programma adli tilde etsek hem biz başkalarını öğrendik. Lakin mürekkebrak etkanda biz bunu tədqiq qilish arqılıq həmmisini juğurup biz özləşdirdik. Bu Şinjançı alaylıqı ege Vayanan programması. Demek Okyan televiziyası bilen Köznek Abditali birlikte hemkarlaşıp yol koygan çoğun tupluk televiziya programısı Vayanan programısı biz işimiz ki barcha hanım kızlarga haqiqiy hürmet ata kılalaydigan. Şundaqla şu muvaffaqiyat sahnesiga chiqib özünün en güzel arzularini amalga oshiralaydigan bir aylı kişileri muvaffaqiyat sahnesida özünün qabiliyatini namoyon qilalaydigan, hamma yaxshi ko'radigan, hammaning sirdosh do'sti olina oladigan haqiqiy program bo'lishga bizning chin qalbimizdan tilakdoshmiz. Hey jigit beşi bir gap soray. Ha? Men şu vay anam katlaşıdığan boldum emasmi? Aş vay anamga öyle vay dadam yok emasmi? Ha? Kulum qo'shni bilan bunda bir duttatdan bir chaqalaydigan do'st birodarlar bilan chiqsam bo'lam da. Ya boludu siz mesela çıksanız neymiş kılasınız? Voy dedim-ku bayatın, bundaq levlimi can uslu oynayman. Bundaq şadımani yorib naqshimda aytaman da. Siz bayatın biz aile kişiler deydilar emasmi? Bizning uyda voy dadam bo'lmagan ekan hamda biz aile yo'qcha hozircha. Endi o'zingiz ham chiqsangiz. Shundaq do'st birodarlar bilan qo'lim qo'shnilar bilan bunda chiqamiz. Bo'ldinganda? Buldu. Yaxshi. Çayçımız dep kaldı hem de bu ben bir adamlarını bildi ekilip katlaşsam bulam dedi. Buludu bir ana yoki bir ana bo'lmoqchi bo'lgan qiz o'zininki qanchalik darajada kuchi yetsa, qanchalik talanti bo'lsa, shu naq maydonga chiqib Muşu ustaz bağlıqçılarınki bağlışdan össe, ananınki şu yerdə oturup koygan arzusu, muşu pastki karxançılarının ve cemiyetinki qo'llash dairesidagi belki şahsi üzününki şahsiyetçilikdeki arzusu emas, belki bir ananın erişki tegishlik bo'lgan narsalarga erişemegenler bolsa, yoki bo'lmasa şu ana bir ishni tavratmoqchi bo'lib, bir ijtimoiy yordamga yoki bir iqtisodiy yordamga erishmoqchi bo'lsa, buni shu arzusunu aşırdıgan arzu icra qilish qo'shini bu karxanchilar buningga a'zo bo'lib qatnashdi. Arzusunu icra qilish qo'shini bilan arzuni icra qildirish nazoratchiligi ostida mushu kishiniki o'sha arzusi o'rindilib, o'sha jamiyatga inoq jamiyat barpo qilish uchun bir kishilik to'hfasini qo'shadigan yoki ma'lum bir kollektiv yetaklaydigan arzulari amalga oshirildi. Hamda bu programma u sizlar maxsus xayri saxovat tipidagi programma deyilishga bo'lmaydi. Biz xayri saxovat qilmaymiz, lekin mana shu jamiyatga aktiv energiya taqdidigan, anadagi ma'lum bir aktiv energiyalik kishilar erishisi bo'ladigan jihatdagi qo'llashlarni olib berish orqali mana jamiyatning taraqqiyotini ilgari suramiz. Buni hargizmi qarg'ulajidagi xayri saxovat programmasi deb o'ylashga bo'lmaydi. Shunlashqa mushuni o'sha o'tlagan karxanchilarimiz yaxshi tunib yetib, o'zininki o'sha kelgusidagi soda endizki selvasimi buludu yoki bo'lmasa o'zining qo'shonidagi ilg'orli ayollarni akasin buldi. Chiqilib o'zini e'tirof qildirish orqali yaxshi kunga erishtirsak bizning qalbimiz shu. Wow. Rahmat. Emsi bilgan shu Vay anam programmasininki maslahatchini ishib o'tiribdik, shundami çaychi begim? Shu. Xiyol ketdi hozir. Xiyol ketdi ya. Ben katlaşamay kaldım ya da bir xil ulab. Yo'q, silni men bunda
hoş küçük lepir oynaşıp teklif kapkanmayın seni. Avarım seni de bilgine kız, Hemre bulup yanımda yürügine kız. Kollarımda su birey içkine kız, Bana karab çiraylık gülgine kız. Bana kıyama kız sen küçükine kız, Lekin yira kaçı sen küçükine kız. Melimizden ötsen şunçu mağrur, Kimni yakşı köresen eytkine kız. Melimizden ötsen şunçu mağrur, Kimni yakşı köresen eytkine kız. Avarım seni de bilgine kız, Hamra bulup yanımda yürügine kız. Kollarımda su birey içkine kız, Bana karab çiraylık gülgine kız. Uzun gece aylarda sorar seni, gündüzleri güllerde burar seni. Uzun gece aylarda sorar seni, gündüzleri güllerde burar seni. Aşığımdan ahliya gül yüzünge, Bana karab çiraylık gülgine kız. Aşığımdan ahliya gül yüzünge, Bana karab çiraylık gülgine kız. Avarım seni de bilgine kız, Hamra bulup yanımda yürügine kız. Kollarımda su birey içkine kız, Bana karab çiraylık gülgine kız. Uzun gece aylardan sorar seni, gündüzleri güllerde burar seni. Uzun gece aylardan sorar seni, gündüzleri güllerde burar seni. Aşığımdan ahliya gül yüzünge, Bana karab çiraylık gülgine kız. Aşığımdan ahliya gül yüzünge, Bana karab çiraylık gülgine kız. Avarım seni de bilgine kız, Hamra bulup yanımda yürügine kız. Kollarımda su birey içkine kız, Bana karab çiraylık gülgine kız. Avarım seni de bilgine kız, Hamra bulup yanımda yürügine kız. Kollarımda su birey içkine kız, Bana karab çiraylık gülgine kız. Avarım seni de bilgine kız, Hamra bulup yanımda yürügine kız. Kollarımda su birey içkine kız, Bana karab çiraylık gülgine kız. Tursun qız, bayam degandek Vayanan programmasi patiqanda har millat do'stlarimizning huzuriga taqdim etilish oldi turibdi. Hamda Vayanan programmasida bayam bugun so'rimizning sohibxoni Okean televiziyasining qurg'uvchisi Muhammad Said afandim aytgandek, baholg'uchi ustozlar kimdi deb. Hammamiz yaşlı avlatımız. Lekin men baholg'uchi ustozlar bilan tanishib olgandan keyin programma qatnasang sana yo'llar bor. Ishil chiroqlar bor. Men Tursun qizga imkonlashib qatnassanglar bo'ladi. Ha, lapar o'ynaydiganlar. Programmamızın baholg'uchilari bo'lsa, mana bizning yinimizda o'tgan bugungi chayxonamizga o'zgacha zinnat bergan bizning suyimlik faxrli ustozimiz Abdurahmon doktor. Qarsamiz. Shuning bilan birga Mehr Shafqat elchisi sharfiga muyassar bo'lgan atoqli riyosatchimiz Shamsiya Abaydulloh. Wow.
Yana shundan bilan birga barcha xonim qizlarga go'zallik ato qilish yo'lida undinsiz tirishayotgan, urg'ulagan natijalar qo'lga keltirgan Raziman To'ygirim to'y suratchiligining qo'rg'utchisi, RMZ mahsulotining ro'yobchisi, go'zallik elchisi Raziya Ahmad xonim. Shundan bilan birga muhabbatli kuylar orqali hammamizning qalb tarixiga o'zgacha ma'nolarni ato qilib kelayotgan yosh ijodiyatchimiz, kompozitorimiz Kerem Muhammad. Şunun bilan birga sahillerimizga o'zgacha sho'xliqlarni berayotgan, ma'nolarni berayotgan o'zimi Cho'lpon, ismimi Cho'lpon, Cho'lpon kuychimiz Cho'lpon Yunus. Qarsamiz. Mana bu shundoq san'atkorlarimiz, ustozlarimiz o'zining eng chiroyli so'zlari orqali programma qatnashgan barcha mahirlarga eng yaxshi madadlarni berdi. Undaqda o'sha programmamiz haqida bizning sevimli ustozimiz Munira G'upur ustoz qanday bayonlarni edirken şundaqla o'sha program haqidagi yurak so'zlarini hammamiz birlikda anglab boqqan bo'lsak ustoz. Rahmat ko'pchilikning qizg'in salomlariga, alqishlarga. Hammalarniki mush vaqt xayrlik bo'lsin. Bugun men tuyuqsizla kelib qoldim. Mehmet Said meni tozaqqa dasatdi. Men eliqi axborot e'lon qilishini deb o'ylabdiman. Program shakl ekanligini bilmayla oldinlarga hurmatsizlik bilan kelib qoldim. Kichkin mijozim yo'q, doktorxonada dedim. Shu doktorxonada kelib qoldim. Okean televiziyasining shunda bir yaxshi bir programmani yo'l qo'yish oldida turayotganligini anglab, shunda xursandligimni bildiraman. Albatta bu program haqida Muhammad Said efendi bilan biz xilidan bu yon paranglashgan. Bu programning asli onasi, voy onamning asli onasi borchu. O asli onasi shu Dongfang Weishi, ya'ni Sharq televiziyasiningki Mamma Mia degan programmasi. Mush programmadan ilhom ilib, uni shu Xinjiangcha xos, Xinjiang odaylikka xoslashtirib, Xinjiangning yerlik purug'ini chiqarib turib, Xinjiangga xos bo'lgan voy onam degan bu programmani Muhammad Said efendimning uzun o'ylashib, atrofda izlanib, shundaqlamish programmaga haqiqatan nopuzli ustozlarni Abdum rayonimizning har qaysi sohalarda xalqimizga haqiqiy naf berayotgan, o'zininki aktiv energiyalar bilan xalqni ta'sirlantirayotgan, tarbiyalayotgan va ham o'zini takomillashtirayotgan mana shunday ustozlarni yetakchilik taklif qildi. Buningdan intayin suyundik. Bayatdan sizlar anglab o'tdinglar bu programma qatnashgan ustozlarni hammasi mush sohadagi haqiqatan xalq chin qalbidan e'tirof qilgan cho'lponlar. Endi bularning so'zlari bu programmaga texmo bir yüksek ma'no ato qiladi, programmaning darajasini texmo ko'tardi deb o'ylayman. Endi bu program haqida to'xtalgan vaqtimizda men suyundigan ikki nuqta borchi. Birinchisi, endi hozir hammamiz bilamiz, biz bir intayin go'zal bir yangi davrda turibmiz. Hozirda o'z taratquv davri. Hamma odamning o'zini ifodalagisi, o'zini namoyon qilgisi keladigan, o'zining shodligini, xushalligini ham o'zining mush kechirmishlarini ko'pchilikda o'rtoqlashib, tajribalar bo'lsa tang yakunlab, agarda go'zal joylari bo'lsa, kishilarga ilhom bo'lsa deb mana shunday turayotgan bir davrchim, ham bahrilanadigan. Başlıcı Xi Jinping aytgandek, biz barliq narsani ham bahrilayapmizchu. Mayli Jungoning go'zal ishlarini bo'lsin, taraqqiyotlarini bo'lsin, bizning natijalarimiz bo'lsin, Jungoning aql parasini butun dunyoga ham bahrilayapmiz. Shunga o'xshashla kishilarni o'zining turmushidagi eng go'zal narsalarni, natijalarini, shundaqla iztiroblarini shularni boshqalardan ham bahrilashni xohlaydim. Mana shundaq ham bahrilash xohlaydigan, ham bahrilashni xohlaydigan top bo'lgankan, undaq bo'lsa, mush ham bahrilaydigan so'rinmi bo'lish kerak-da. Shunlashqa bu Voy Anam programmasi vujudga keldi deb o'ylayman. Endi ikkinchisi, mush programmaning ismidan chiqib turdi, ana. Endi mayli qiz bo'lsin, hamon ana bo'ladi. Hammamiz bilamiz, ana degan jamiyatning eng cho'ng hujayrasi. Bir ana bo'lgankan oila bo'ladi, oila bo'lgankan jamiyat bo'ladi. Shundaq kishilik hayot, dunyo mavjud bo'ladi. Ayollarimiz o'zininki izlanishlari bilan, aqli bilan, shundaqla hissiyotchanligi bilan dunyoga go'zallik ato qiladi, dunyoni go'zallashtirdi, mo'llashtirdi. Shundaqla dunyoga ajoyib bir yangi ma'nolarni ato qiladi. Endi bu Voy Anam programmasida ayollar o'zining hayotidagi eng go'zal damlarini o'rtoqlashish bilan birga, ya'ni o'zi uchrayotgan masalalar haqida ko'pchilikka balkim o'zining yurak so'zlarini aytishi mumkin. Albatta, Muhammad Said bayatan dedi, bu yerdagi arzu bir kichik shaxsning arzusidan boshqa yana jamiyatning o'rtaq arzusi bo'ladi. Endi mush ayollarning kichik arzulari birlashib, oxiri bo'lgan chog'da qanday bo'ladi deganda, jamiyatga cho'ng bir arzuga, ya'ni butkul
taraqqiyotga sabab bo'ladigan yoki hammamizga o'rtaq bo'lgan bir orzuga aylangan vaqtida bu programmaning haqiqiy qimmati namoyon bo'ladi. Ishonamanki, mana mushundaq bir yaxshi programma Abdum rayonimizning har qaysi joylaridagi ayollarning, qizlarning kelib o'zining qobiliyatini namoyon qilishiga arziydi deb o'ylayman. Hozir biz bo'lib shu ilqi mavu öz tarafqolarda mesela doyun deymiz, feysin deymiz, ündidar deymiz. Mana muşlarda biz bek köp ayollarını görüyatımız. Bazı hakikaten adamı təsirlendirdi. Ularının kılıvatkan işleri, ularının uylavatkan oyları, hem ular yetmekçi boğan nişanlar kişini intayin təsirlendirdi. Eğer muşuncalar köp ayollar məlum bir yere toplansa, məlum bir sahne yoki məlum bir sorun arqılıq, özünün vücudidagi mana muştaq ateşler namayan qilsa, o çağda bizim cemiyetimiz texim illik bulamdı oqanda. Texim güzel bulamdı oqanda. Teximo vay anam degandek bo'ldim do'qanda. So'nglashqa Mehmet Said boshchiligidagi Okean televiziyasining mana shundaq bir yaxshi ishni vujudga chiqarish oldida turayotganligi uchun xo'shalligini bildirishdan birga vay anam programmasinki Abdum rayonimizning shu o'z taratqullari ichida eng ko'rish nisbati yuqori, shundaqla eng aktiv energiya taqtalaydigan, shundaqla jamiyatni to'g'ri bo'lgan nishonga yetaklaydigan bizning ayollarimizni texmo go'zal, texmo salobatlik, texmo bilimlik, jamiyatga haqiqiy aktiv energiya taqtalaydigan bir haqiqiy ayollar qo'shiniga aylantiradiganligiga chin qalbimdan ishonaman. Ham buning uchun hammalarning o'rtaq tirishchanlik ko'rsatishiga ham cheksiz ishonaman. Ko'pchilikka rahmat. Rahmat. Balkim ustozimiz bo'lgan Munira G'upur adimizning bayamqı sözlerini anlagan ki programımız görüp oturan her millet dostlarımızga qaytırım bir işenç kirdi deb o'ylaymiz. Nurgulagan ayollarımız, nurgulagan ana buluş aldı turayotgan hanım kızlarımız programın katlansa qandaq bo'ladi deb o'zi jiddiyleş turayotgan bo'lsa, sizning sözlerinizni anlagandan keyin qaytırım bir işençke cüret tolup biz vay anamga atınaylı deb turib qadamlarını vay anamga erişi mümkün. Şuna sizning qimmatli vaqtingizni ajratib programmamızga kelib vay anam haqidagi eng chiroyli tabrik sözleringizni qilib berganingiz ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Teningiz salomat bo'lsin. Bizning bu qo'shinda Cho'lponlar qo'shini sal mukammal. Bizningki mushu 6-5 ustoz har birisi biz tanlaganda bu manda asas qilib tanladik. Abdurahmon doktor bu cho'ngye davshi, iglik tikliguchi, yetakchi. Chunki hozir qadar bu nurg'un ayollarni azobdan qutuldirib, iglik tiklash va o'zini namoyon qilish iqtidoriga yetildirib, dars o'tib, burun pulliq dars o'tgan bo'lsa, hamda Şinjan xalqiga haqsiz dars o'tib, barliq analarni taraqqiyot yo'liga boshlaydi deb Abdurahmon doktorni tanladik. Anandan keyin Şemsiye Abeydullohni tanlashdagi maqsad. Şemsiye Abeydulloh azaldan mehr-muhabbat elchisi atilib, u o'zlarimiz so'zlarimiz bir mehribon ananing simasini har doim riyosatchilik sahnesida turmushda ifodalab turdi. Onun üstüge o'ziningmi mushundaq bir ommaviy ishlarni qilish orzusi bor. Shuning uchun tanladik. Anandan keyin bu cho'lponlarimizningki uning orzusi faqat Şinjanda qolib qolmay, balki Beijingga poytaxtdagi Şinguang Dadog'iga yetishi uchun bu Şinguang Dadog'i o'z orzusini ishga oshirib o'z iqtidori bo'lgan cho'lpon xonimni tanladik. Şundaq bazır Mehmet Said Qadir efendim sözləb ötdi. Şinjan televiziya stansiyasınınki ataqlıq rejissori şundaqla el söygən, elinin qalbidən çoxur orun alğan ataqlıq kino artistimiz Ayto Çolpunumuz Xasiyet Qurban edimiz bilan kino artisti Ruqiya Ubul Qasım xanım. Qılsın qızımı ançımcı laf çok sevdim. Rahmet. Programımızı qo'llab quvvatlab berishinglarni umid qilaman. Shundaqla ko'znak aptitali bo'lsa, hammamizningki telefonni bor deb o'ylayman hamda. Shundaqla hammamiz yoqtirgan har xil kino televiziya programmalarini sifatli holda ko'ra oladigan ko'znak aptitali bayatın bizningki rahbarimiz deb o'tdi. Ko'znak aptitali bilan bizning Okean televiziyasi tan qadamda masalda birlikda taraqqiy qilib keldi deb shunga biz shu ko'znak aptitali bilan hamkorlashdik. Her qaysinglarningki shu programmamizni qo'llab quvvatlashinglarni, shundaqla xoniminglarni, atrofinglardagi qizchaqlarni, urug' tuqqanlaringlarni mush programma qatnashib o'ziniki ma'naviy turmushini texim beyitishiga bir da'vat qilishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Bizningki hamda Okean televiziyasi bir
öz taratqı bolsa, ma köznek biz şu Okean televiziyasıyla köznek tang taraqqiy qilib, tang boshlanib kelgan 2015-yillarda köznek bilan Okean televiziyasi tang qadam olgan bu taraqqiy sohasiga. Oxirida ikkilimizning o'rni tang e'tirofga erishdi. Undan keyin biz hozir o'zaro taratqular hamkorligi. Masalan, Okean televiziyamiz biz Ürümşehirlik televiziya stansiyasi, anandaki radyo televiziya idorasi, radyo televiziya stansiyasi, ma'u yerlik taratqular qatorliq o'sha nüfuzluq taratqular bilan hamkorlashib kelyapmiz. Ham bizniki hem de nurg'ullar o'ylaysizlar, bu Mehmet Said kashkishi denshiga eslab oldigan nima ekan deb. Mening o'lchimim o'sha denshirning o'lchimida ishlasam, eng yuksak bexatar, eng sifatli chiqib pastga tushalaydi. Chunki buni siz tuvangi o'lcham qilib ishlasangiz, siz yuqoriga chiqa olmaysiz. Biz chunki ma'u partiyaning tashviqot o'lchimi va televiziya kasbining texnik o'lcham sifati bilan tang ep mangayotgan narsalar. Hamda nurg'un korxonachilarimiz buni denshiga ishlab men to'da taqtammagandan unumi yo'q o'xshaydi deb qarasizlar. Amaliyotda buni shu eng isl mashinada hamma yo'lga sag'il bo'ldi-ku, katta ulamdi, to'qmoq, qumliq ulamdi, suv ulamdi. Shu ashta yaxshi mashinada chiqardik biz. Hergiz bir paka mashinani qumga yopirib sap qo'ymadik. Eng yaxshi mashinani amaliyat ishlash uchun biz ma'u Abdum rayondagi eng yuqori sifatli taratqu bilan yuqori sifatli shu amaliyotda natija qozongan. Anandan keyin o'ziniki natijasini boshqalarga tarqata oladigan muallimlarni ekilish orqali biz haqiqiy nafga erishmoqmiz. Cho'ngye davushi shu ayollarningki kuzdagi birdan bir oq atliq shahzoda Abdurahmon doktorni bir so'zga taklif qilaylik. Rahmat. Bu atalmagan bir ismda atılıb qaldım mən. Yaxşımsa ekran aldırıq və naq meydandakı barlıq suyumluq dostlar, hazır qalxına xeyirlik bolsun. Hem de bugün mana muşunda bir sorunda özümüz hörmət qıldan ustazlarımız və özümüzdən hörmət qılıb atqan cəmiyyətin aldı qatarda məngib atqan karxançı bilan əsral sport girişib nəhayət xoş olduq. Olub ən yaxşı bir sorunda, yəni Vay Anam proqramısınınki etçiliş murasımıda. Bu proqramını rahmat. Bu programmani dastlab yo'l qo'ygan chog'da Mehmet Said efendi menga telefon qilib, bu asas ideyani o'tirganim nəhayət xoş olgan. Nemishqa? Hozir xonim qizlarimiz bo'lib, mening o'quvchilarim ichida 90% xonim qizlarimiz. Bular o'z qadr qiymat isbotlash uchun pul topmiz deb tirishayotdi, uyg'onyotdi. Lekin bularga nisbatan yana undan boshqa, ya'ni nurg'un xonim qizlarimizdan bir sahna lozim. Bu sahna ikki masalani hal qila oladi ekan. Birinchisi, xonim qizlarimizning aslida yuragida bor digisi bor lekin deyolmayotgan va sahna topolmayotgan shu bir xil amaliy masalalar qildi ekan. Ya'ni nurg'ulgan xonim qizlarimizga haqiqiy o'zining iqtidorini namoyon qilgan bir sahna hozirlab beribdi. Bundan nəhayət xoş oldum. İkincisi, endi men bu sahnada nəhayət bir muhim rolni menga beribdi demek mening mas'uliyatim nəhayət ig'ir ekan. Misha kelgan har bir xonim qizlarimizga bir hozirgi yangi davrda yashayapmiz. Hozirgi yangi davrda biz bozor egilikidan foydalanib qanday qilgan holatda o'zimizning iqtisodiy o'rnimizni o'zgartiramiz. Haqiqiy holatdagi ayollik, onalik holatimizda farzandlarimiz ta'sir ko'rsatib, ularga bir ügünüş jihatda bo'lsin, onalik jihatda bo'lsin, hammadan muhimi bir o'zini o'zgartiradigan, pul topadigan iqtidor yetiruvchi jihatda bo'lsin, bir ulgu bo'ladigan onalarimizga azdir ko'pdir rayonimiz iqtisodchilikda va korxonchilik egrilik sohasida o'zimizning o'rgangan bilimlarimiz orqali shularning bundan keyingi taraqqiyotida azroq yo'l ko'rsatib beralsam, nihoyat yaxshi bir sahna bo'libdi. Chunki nurg'un xonim qizlarimizga mushta bir sahna bo'lmasa, bizga uchirish fursati bo'lmaydi. Shunga oldi bilan Okean televiziyasi va ko'zdak Abdutaliga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat. Shundaqla mushta bir program orqali o'z qadr qiymatini isbotlash hammadan muhimi. O'zininki o'rganganlari va o'zining iqtidori bilan texnik ko'p onalarimizga ta'sir ko'rishni orzu qilgan shu onalarimiz va ona bo'lish oldidan qizlarimizning mushtaning tezroq kelib, voy onamning qanchalik qudratli va ulug' ekanligini bizga isbotlab berishni umid qilamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Rahmat. Şunu bilan birga shu baholig'chi ustozlarimizdan biri bo'lgan xonim qizlarga go'zallik ato qilish yo'lida unsiz tirishayotgan Raziman To'ygirim To'ysirachiligining qo'rg'uvchisi, RMJ mas'uliyatining ro'yobchisi bo'lgan go'zallik elchisi Raziya xonimning davomli yurak so'zlarini bir tinglab boqqan bo'lsak. Chunki men shu go'zallik xizmati bilan shug'ullanayotgani
Tahminen 24 yıl bolay depti. Münira adaşlar bunun kısfatku. Yeni aşkallarımda Münira adaşlar benim sadık xeridarım demdi. Meni kolluğu çıldırım. 24 yıl boptu. Mening azırq gündeki birden-bir nişanım qancha ko'p xonim qizlarga jihraq güzellik bilimlerini yetkizsam degan nishonimchu. Mushu programma munosabat bilan men mushu orzuyimga yeta olay ekanman. Mush programmaning turtkisida tig'imchi xonim qizlarga güzellik bilimlerini yetkizsam, to'g'ri bo'lgan yasnish bilimlari yetkizish orqali ularning go'zal bo'lishiga yordamim tegsa, ular go'zal bo'lish orqali o'ziga bo'lgan ishonchisini topsa, ishonchisini tepish orqali turmushda baxtiyor qo'shal o'ssa, mening hozirgi nishonim shu. Shuning uchun shu programmaning xonim qizlarga tag'in bakrak naf kelishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Şunu bilan birga özümü Çolpan, ismimi Çolpan bo'lib kelayotgan Çolpan Yunus kuychimizdan mu shu vaqtdagi so'zlarni, yurak so'zlarini anglab boqgan bo'lsak. Salam ko'pchilik amanglarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Eng avval mana shundaq bir fursatga ega bo'lganligimdan intayin xushalman. Endi meningki so'zlaydigan temam bo'lsa, mush o'tag'anlarningki hech qaysiningkiga o'xshamaydi. Chunki men ana shundaq çöl jazira ana shundaq sularni patqoqlarni kechib mana shu kunga erishganda, albatta ilqi nima deymiz, boylar gadaylarning g'amini yemaydi degandek, amaliyotda shu aslida deparsi intayin egiz bo'lgan undaq deganim, masalan, egizdan sahrigan utuq qozongan cho'lponlar, tovandan chiqqan cho'lponlarning qanchalik burni qulqining qon jiringa yoki bo'lmasa beshining qanchalik yerilib, qanchalik putilganini uni faqat uqmaydi. Şunlaşqanda mana shundaq programma orqali tövanda o'tag'an bizga o'xshash, ya'ni menga o'xshash yuragida o'ti bor, san'at uchun o'zini beg'ishlay oladigan. O'zini beg'ishlash degan gap qisqa bundaq yapaloq aytgan vaqtida barliq iqtisodini, pulini mushunga atalaydigan, san'atga atay oladigan deb deyishga bo'ldi. O'zini atash degan gap o'zining yenidagi shu iqtisodni, shu tapqan taginining hammasini ashunga atayolgan odamni o'zini atash deymiz-ku. Endi masalan nurg'unlar o'zininki tapqan barliq iqtisodini o'zining oilasiga, bolalariga, hatto o'zining kundalik turmushdagi izzat obro'yiga, kiyim kichigiga, zibu-ziynatlarga xarjlagan bo'lsa, san'atga o'zini atagan. Mana shundaq tövandagi nimalar bo'lsa, san'atkorlar bo'lsa, barliq narsaning hammasini atıvasimi ana shundaq bir qatimliq ekranga chiqish uchun intayin zor. Shunlashqa shu munosabat bilan bo'libmi, xonim qizlarga, ayollarga shundaq bir so'rinning hozir bo'lganligidan intayin xush bo'ldim. Har bir inson uchun cho'qim so'zlash uchun yoki bo'lmasa o'zini namoyon qilish uchun sahna kerak. Men shu danqam chiqqichi, manqam chiqib bo'lgan rasmi onu ustiga yani men degan men aytib bo'lgan naqshini endi qancha muqam, qancha kecha 14 yosh vaqtimdan boshlab o'sha shopir vallah haydaydigan mashinani degan naqshidan boshlab aytib ekanman, tam shu kungacha naqsh aytib kelyapman. Tirishib o'zimning orzusiga yetish uchun 20 yil vaqt sarf qildim albatta. Endi mening nima uchun bunday uzun vaqt ketdi deganda, men abiyam Mehmet Said efendim degandek çığır yolda bo'lib qolganligim uchun. Men navada Gavsugunglarda bo'lib qolgan bo'lsam, xili nochi binglidaydi, mundaq xallanda deydigan mashina uchrab qoladi maqchan. Lekin men çığır yolda bo'lganligim uchun heli harviga, heli traktorga ish qilib piyoda manganimdan bir eshak bo'lsin, menginim yaxshi deb uçurganlık sahne bo'lsam, ayni vaqtda Ipak yo'l sadosida degan, mush chiroq yo'liq bo'lsa mikrofonni bas aytaverman degan. Demak, har bir insonga fursat bak muhim. Har bir insonniki, har bir tövandagi, har bir odamningki qalbida qandoq arzu armonligini, borligini hech kim uqmaydi. Uni faqat o'zi uqdi. Siz onunla mayli zibu-ziynat bilan, mayli damliq markalık kiyim kichik apiring yoki dachiq o'tag'izib qo'ygan bo'lsangiz-mu, lekin ashning qalbida
ömürde bir hayatida bir sahnaga chiqib bir naqsh o'rinlash orzusi bo'lsa bu mangu 80 yoshga kirganda faqat o'lmaydi ekan. Lekin bu san'atga qiziqadigan lekin fursat topolmayotganlarga ham o'qish fursatiga erishamayotganlarga undidorda dars o'tdim-chu men shu yeching mazgilda. Dars o'tgandan keyin oshning ichida men 70 yoshdan 7 yoshgacha shu san'atga qiziqadigan doktor, aspirantmi bor, remontchimi bor, qoqchi matangchimi bor, hammasi bor. Demak, bu narsa o'xshamaydigan bir nima ekan? Ishiq demdimiz. Aşık, məşuq degandan o'ta hammasi ishiq degan narsa o'xshamaydi ekan. Hamda men yana shuni his qildimki, odam aşık bo'lgan, məşuq bo'lgandan aşık bo'lgan yaxshi ekan. Chunki aşık bo'lganda o'sha aşıqlikka yetish uchun, o'sha orzu armoniga yetish uchun mangu tirishadi ekan. Hamini o'zimga xos hamda masalan shu dangliq nimalarniki o'ziga xos bir hikmatli so'zlar bo'ldi-ku. Özümge xas, özümning shu oddiygina bir saviyarimga tushliq o'zimning bir hikmat so'zim bor. U bo'lsa-mu tirisi nim bo'ldig'ini bilmayman, lekin bir nima bo'ldi. İcadi termiler. İcadi termiler ekan, ha? Rost gapim dedi. Demak, men ballaspanni bitdagan faqat balla psixikasini o'rgangan, anandikin faqat qalbimda shundoq bir televizorga chiqish, sahnaga chiqish orzuyim bor. Asta-asta bu orzu degan narsa almashib turdi emasmi? Bag'oz o'lgan sari almashib turdi. Shunlashqa hozir mushkun kelgandan keyin mana shundoq bir fursatni balkim mishada o'tag'anlarning bir 4 og'insining oldida bir naqsh o'qish orzusida borligiga ishonaman men. Bo'lmasa bundoq so'rilar qiziqmaydi. Bokschilarni akab qo'ygan bo'lsak, qo'shaqmaydi bularga. Ularga to'g'ri-ku. Topchini akab qo'yib, endi bizni so'rsa men deyman, "Ojo, har birisi bir topni mo'ncho'la odam talishib tepkicha, hammasi birdan tepib qo'ysin." Degan o'xshash, naqshi aytib ketdi ekan. Necha pul topsizlar naqsh aytib deydiganlar va endi shu har xil gaplar bor. Demoqchi bo'ldim, mana shundoq fursatda nurg'un oil ayoli bo'lsin yoki bo'lmasa nima bo'lishidan qat'iy nazar san'at degan narsa tabiiy bo'lmaydi. San'at degan narsani ma'naviy o'zuqda bu moddiy narsadan moddiy jihatdan to'yingan odamlar emas, moddiy jihatdan to'yingan bo'lsin, to'yinmagan bo'lsin. Bir tal chapini bilan qo'yniq, bir tal non sevasimi, bular usul o'ynay oladi. Demak, bu bizning ma'naviy turmushimiz. Texmi ko'p xonim qizlarning mana shundoq sahnada o'zining iqtidorini namoyon qilishini, shundoqlar texmi chaqlab ketishini abayammadimiz degandek, voy onam, asli miyadi ekan tuqqu, nima bo'ldi? Deb parlab ketishini umid qilaman. Bakchiq gap qilgan odamlar rahmat. Demak, ko'rib turibdimiz, anglab turibdimiz. Ayollarga bir tal telefon bas bir korxona qura oladi. Shunam Abdurahmon doktor, ha? Doktor, ha? Doktor deb o'tdimmi? Abdurahmon doktor. Shuncha ayol buluş degan gap, ana buluş degan gap ham jumladan. Ana buluş bir muqaddas, bir buyuk bir san'at ekan-ku, ana buluşning o'zi. Analar bir qo'lda beshikni, bir qo'l dunyoni tavrdi deymiz. Darhaqiqat tarixdan bu yon nurg'un vuzatiyandek mashhur ayollar, qaltis ayollar, olim san'atkor ayollar chiqqan. Mana bir gap bor. Dunyoda ikki baxtsiz odam bor deydi. Biri bu bolalikda yaxshi onaning tarbiyasiga erishamagan. Baxtsiz deydi. İkinci biri qirg'inida bolasının vafosini ko'ramagan ana deydi. Mana bu qabahat. Demak, mana shu programmaning o'zi Voy Anam nomli shu programma ayollarimizga qanday ayol bo'lish ham qanday ona bo'lishni o'rgatadigan yaxshi bir sahna ekan. Mana shu programmaga ayollarimiz ko'rdigan emas, erlarimizmi, otalarımizmi, bolalarimiz ko'rdigan yaxshi bir program ekan. Qaynab ketdi. Samavar qaynab ketdi. So'zlab ne ketdi? Eliqiga ketdi. Sultan Hanım emdi izininki qaltis bir istil naqshilari bilan, kuylari bilan texmi qaynab ketdi. Ha, mana. Qanansam, tövəndə o'zlaringizga sunmoqchi bo'lgandim. Maxsus shu ayollar uchun yozilgan yeni Sanavar Tursun ijodiyati Mavlon Mamtimin muzikasini ishlagan.
Yar didari, baxt didari degan naqsha. Mushu naqshamni Voy Anamay programmasidagi shuna qatnashmoqchi bo'lgan hamda mushat o'tirib atgan barliq ayollarga so'qimoqchiman. Hamda barliq erlarning o'zining yenidagi o'zining atrofidagi barliq xonim qizlarni asrashini umid qilaman. Rahmat. Pinhallarga mümkün değil da Körsetmegəş camalını yar Pinhallarga mümkün değil da Can dinletti hicran azabı Bu naqshni har bir o'qiganimda har bir ayollarniki o'z yari bilan o'zining qomulning bir gapi bor, mavzuzingdan mahrum qolma degan gap. Mavzuz degan gap o'zining eng
yaxshi ko'rgan odamining bolalarni sat bo'lsinmi, eri yoki bo'lmasa iyiq bo'lsinmi, uyi o'nkir bo'lsinmi, o'zi eng yaxshi ko'radigan narsalardan huzurlanishini biz qo'milda ma'zuz deb qo'yamiz-ku. Shunlashqa har bir qizlarimizningki baxt ichida yashashini shundaqla ma'zuzlardan mahrum qolmasligini umid qilaman. Rahmat. Masladek qılınmayım ben. Ben bu çayın aran onlap kuşuvattım. Miyat Hasiyet Hanım, ayakta Munira Hanım. Öyle kaptızmış ki kısıp bağırdı kızdırvattım. Ey senin çırağın bek tatırıp gitti. Onu da akımasan işçim ağırıp kaldı. Eke. Vay anam, mudukup gettim. Vay anam, Munira Kupur ustazın yindi oturup cinim çıketti. Vay anam. Rast. Senin tumurun. Lekin qara. Taliyin vaka. Ne oldu? Hazır jürken cayız çıdı. Munira ustazın ciddi muyumuş çıkıp kaptı. Açta mı? Açta ko. Açta bir şamal geldi bana. Hazır Munira ustaz hem de biz bilen şu kıymetlik, altında mı kıymetlik bir baha vaktini çıkarıp bizim programımız katlaşıp özünün şu yürek sözlerini dep beriş için Allah'aydı kadem teşrif kıldı. Şundakla hazır yana mühim hizmet münasebeti bilen şu teknemizden, çayxanımızın bizden ayrıldığın bu kaldı. Şunun için müşahede meylenge vakalten Munira Adem'e çin kalbimden rahmet eylemen. Şundakla şu çayxanımız içilgandan bu yan tüm gittim. Şu çayxandan Munira Adem bilen 100 tane şundak turup Munira Adem'e bir piyalı çay koyup hizmet kıgallıkımdan nait fəxirlendim, nait de hoş buldum. Rahmet de ömrünüz uzun bolsun, teniniz salamet bolsun. Rahmet. Lekin hem de şu çayxanımızga bu tuncu gittim hem en ahir gittim emez. Davamlı kadem teşrif kılıp bizge medet berip turuşunuzni chin ko'nglimdan arzu qilaman. Wow. Ekran aldidagi ko'rman do'stlar, Nahmedondagi hurmatli aziz mehmonlar, xizmat munosabati bilan hozircha çay sorundan ayrılgan bo'lib qoldim. Shundaq hayajonlandim. Mayli Cho'lpon xonimning bayatı qanaqisi bo'lsin, mayli bayatı bizningki shu programmamizniki yetakchilarningki qimmatlik söz ibaralaridan bo'lsin, Voyanan programmasininki güzel bir kelgusini ko'rgandek bo'ldim. Hammadan muhimi ayollarimiz uchun hazırlangan mana bu bir sahna, ayollarımızın haqiqiy yuragidagi sahna. Ayollar haqiqiy o'zini namoyon qiladigan sahna, o'zining qimmatini topadigan sahna, shundaqla jamiyatga bir kishilik to'kisini ato qiladigan sahna bo'lganligiga ishonman. Okean televiziyasi va Ko'zak apdetalininki hamkorligining texmi yaxshi bo'lishini, texmi yaxshi programmalar orqali jamiyatimizga javob qaytarishini hamda yaxshi programmalar orqali jamiyatimizga aktiv energiya taqitishini yana bir qatim umid qilaman. Ko'pchilikninki hammalarga bugun kelgan hayır bireylarga bundan keyin hamkorlashmoqchi bo'lgan barliq korxonchilarga hamda sahnaga chiqishga tayyorlik qilayotgan ham tayyorlig'i bitib qolgan barliq xonim qizlarga barakatlar tilayman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Bo'ldi, salom azizlar, hammanglarning hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Yamanmi bu gapga aralashib olmagan dema menchu. Sal oqsoqlaroq nima o'zimman. Hammanglarning hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Voy anam programmasi yana bugun. Shunda o'zimni xush bo'ldim mana. Chaqchaq qilsak so'rni qo'shaqlar qatima hozir 40 necha kirib voy anamning qo'yinda allaylinib yotaman. Hayatım to'xtamay, mesela çapamay, uzun bo'lib ekan men 40 kirib voy anamni topamay deyman. Qilib qo'yib chaqchaqning qapoqlarini turilmidi, hammasi voy anam o'xshaydi, ekranda ko'rinmidi. Hayatım to'xtamay, mesela ko'zlab edi, ammo maqol tamsilni Abay Cho'lpon qiz olama so'zlab edi mana. Belki mesela adamlar mesela qaynab yutdi, Uyg'urcha maqol tamsilda tilchayni yutdi. Ketdi Cho'lpon qizning meşalada danqisi saknik chiqib ketgan ish qilib suzuk manqisi deydi. Davrdagi ajoyib meşalar qaqshaydi ekan, Cho'lpon qizning o'tmishi mang'il o'xshaydi ekan. Belki için adamlar gap deganda tepadi, mang'u bir qo'pol dehanda Muhammad Saidni tarbiyalab çayxonada hozir voy anamga sepadi. Belki bu ilhamda mesela küvdemize özümüz erdimeymizde bir adam minnettarlıkını bildirmişe deyman. Hayatını toxtumay mesela közler kesişe deyman. Hem de haber deyman. Radyo jamiyatda oturup senin g'iybatini sezler kesler.
Kılıp koş çıkacağını kapaklanıp durup da dağlık riyaz açıydı bir gün. Şu Mutalipcan'ın koyuna kıl kirip yaptı ya. Reislik hayatta muradık yetmedi. Ne buldu ki da ta temin kapıldı. Her daim yine tükündük yetmedi. Vay ziyadaki boladık oturmuş da özü gidin karısı da ben oturma eşki ziyadenin karısı da mı? Reislik hayatta muradık yedi de bula hem de benim aldıda mankarap çaplağın çaplıyordu. Olacak fiyat yedi de. Devirdeki acayip koyacaklar kadedik ki işkisi vay anamda çaplak sattık ya. Tekstil kıldı ilhamlı mesele küldürüp etti ama Haniş güzile yaman esil Mehmet Said kıma yol dışımda minnettarlığını bildirip etti. Vaktiga acayip aldırıp sözlü gididik ya Mehmet Said'in mikrofonu tutsul buzlu gididik ya bana. Hizmet kıldık öyle de meselede hagan ku akatlık şahsatın taksını minip bakan ku. Can bulduk bir gün, yıllardan hem yeşilsin tügün. Çalkılan dıllarga çay sunup, iltimas